Har bitta insonning otasi mana shunday go'zal yoshlarga yetishsin. Bugun 3 tumandamiz, o'zimiz ona yurtimizda. Instagramda kuzatayotganlar bittadan layk bosib, yaxshi niyat qilib qo'yaveringlar. Nimagaki kulgi ulashgan, yaxshilik ulashgan insonni qalbi hamisha yoshdan yurar ekan. Bugun Abdurashid otamizni quvontirishlik uchun xonadonga ayollari Muhabbatxon ona, katta farzandlari Adhamjon aka, Akramjon aka, qizlari Ma'rifatxon, Muxtasarxon, Nodirxon kelinlari, Robiyaxon kelinlari, musofirdagi kuyovlari hammaning nomidan keldik. Bugun nima deydi? Niyat bitta, quvonch ulashishlik hamda otaga kutilmagan bir ozginagina emotsiyani berishlik, farzandlar rahmatini aytishlik. Ko'ramiz bugungi sevimli tabrikni keyingi tabrigi qanday bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kirsa bo'ladimi? Assalomu alaykum. Bas kelolmas menga hech bir kun. Kelini, yaxshimisiz? Keling oğlum. Bu dunyoning Ben işte durayım. zo'r ne'mat. Keling. Otamning qo'li yelkamda tursa, bir mushtumdan tog'lar talqon. Oy zamin boshim osmon. Mening uchun sinmas qalqon. Rock. Gel. Otamning qo'li yelkamda tursa, otam qo'li yelkamda tursa, otam qo'li, otajonim qo'li, otam qo'li yelkamda tursa, otam qo'li, otajonim qo'li. Otamning qo'li yelkamda tursa, otamning qo'li yelkamda tursa, erta tongdan mehnat qilib tolmagan otam, qo'li qadoq bolam devon yashagan otam, baxtimga siz yuzlarga kelinjon otam, men otamdan boyman chunki otam bor, men otamdan boyman chunki otam bor, farzandim bor deb ko'ksim kelib yursinlar, mehnatlarim rohatini ko'rsinlar, onam bilan bizni duo qilsinlar, men otamdan boyman chunki otam bor, izlarimni boylab yurgan qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor, otasini davrida boy deganlar, men otamdan boyman chunki otam bor, men otamdan boyman chunki otam bor, yuviladi yurakdagi armonlar, nafasidan uradi rayhonlar, g'iybat qilsa qilaversin o'sha yomonlar, men otamdan boyman chunki otam bor, men otamdan boyman chunki otam bor. Mana shu qo'shiq so'ralganida Rahmat oğlum. Tencereyle sağ olasın. mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman, dunyoda eng mehribon inson, dada sizni yaxshi ko'raman, o'zlar degan
Dardlarga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama mehribon dadam, so'zlarida sehr bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dada sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat o'g'lim. Tanjangiz Aka, sog' bo'lsin. yaxshimisiz? Rahmat, xudo shukr. Assalomu alaykum ona. Men bugun bilasizmi, sizni yoningizga kelishga juda oshiqdim. Hozir agar hozir yetmaganingizda ortingizdan qidirib borardik ham. Bugun nimagaki maqsad qilgandik? Sizni ko'nglingizni olishlik hamda sizni farzandlaringizni mana bu yerlardagi bir kichkinagina shirin so'zlarni aytishlik baxtimizga muyassar bo'lgandik. Nima deydi? Har bitta insonning qalbida go'zal niyatlari, go'zal tilaklari bo'ladi. Sizni bir narsaga o'xshatdim. Assalomu alaykum. Bugun men alaykum assalomman. Nimagaki assalomu alaykumning javobi hamisha alaykum assalom bo'lgan ekan. Mehr bergansiz, shirin so'z aytgansiz. Bugun men shuning uchun sizga shirin so'zlarni aytishlik uchun xonadonga tashrif buyurdim. Hamma nomidan kelganman. Rahmat. Menga bugun qo'ng'iroq qilgan inson hammaning nomida kim deb o'ylaysiz? Ma'rifat ekanda, ma'rifat o'ziga qizim. Ma'rifatxon. Ha. Albatta, bugun Ma'rifatxon hamma nomini taklif qildilar. Eng baxtli ota kim hozir? Meni yuzim o'zim kiradi. Hamma otasi ham baxtli-ku. Hozir lahzalardagi eng baxtli inson. Hammani otasi baxtli bo'lsin. Ilohim. Men o'zimniki qizig'i yo'q meniki. Qarang. Hamma ota. Gapingiz to'g'ri ekan. Ota shunaqa narsa bo'ladi. Qizingiz bir gap aytadi. Otam hech qachon o'zlarini o'ylamaydi. Faqat boshqalarni o'ylab yuradigan insonlar degan so'z aytdilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Keliniga kelsin. Ko'p yashang. Sizlar Lekin qalbingiz 18 ga kiribdi. Yo adashdim. Qalb 18 ga o'xshayapti-da, chunki qalb. Allohning bergan yoshga ko'z tegmasin. Yoshingizni aytmang, ko'z tegadi. Chunki berilgan yoshga o'xshamaysizda. 100 ga kirganingizda ham sizni ko'nglingizni olishlik baxt nasib qilsin. Bugun biz Andijonda 90 yoshga kirgan otani quvontirdik. Farzandlari 60 dan o'tgan. Otajon sizni yaxshi ko'raman deb bag'rilariga bosdi. Shunaqa bir boshqacha manzara bo'ldi-da. Xudo xohlasa, sizni farzandlaringizga ham 80, 90, 100 ga kirganingizda mana shunday so'zlarni aytishlik nasib qilsin ilohim. Yaxshilik bo'lsin. Bas kelolmas menga hech bir kuch, yiqita olmas gurzilar ursa, bu dunyoning eng zo'ri menman, otam qo'li yelkamda tursa. Erta tongdan mehnat qilib tolmagan otam, o'zi yemay bir luqmani ilingan onam. Kezi kelsa yirtiq kiyim kiyib bizni butlagan otam, davlatimsiz boyligimsiz sabrli otam, davlatimsiz boyligimsiz sabrli otam. Qo'li qadoq mehnatlarda qiynalgan otam, bolam debon mehnat qilib rizq tergan otam. Uyimizning fayzi bo'ling yuzlarda otam, sizning borligingiz boyligim otam, sizning borligingiz davlatim otam. Bu so'zlarim sizni yaxshi ko'radigan mana shu farzandlaringiz so'zlari. Ma'rifatxon bir so'z aytdilar-da. Otam uchun men Xudo xohlasa borini berishga tayyorman. Agar jannatga kirishlik uchun bor savobi berish kerak bo'lsa, bor savobini berishga tayyorman. Baxtimga otamning umrlari uzoq bo'lsin. 80 ga kiramanmi, 60 ga kiramanmi, yelkalariga, tizzalariga boshimni qo'yib, otajon sizni yaxshi ko'raman degan so'zni aytishlik menga nasib qilsin. Otam biz uchun, men uchun, aynan men uchun ko'p mehnat qildilar. Borlariga shukr degan so'zni aytdilar. Har bir aytilgan so'zga farishtalar amin deydi. Shu so'zni ko'p bor eshitganman. Bugun mana sizni yaqin insonlar siz yoningizda turishibdi. Oya, sizdan bir chiroyli niyat eshitmoqchiman. Amakim uchun qalbingizdagi niyatlaringiz. Kelganingiz uchun avvalo sizlarga rahmat. Akamlarning umrlari uzoq bo'lsin. Kattamizlar doim mashina yurishlarini halloda so'rab qolaman. Menimizga bosh bo'lib yursinlar. Siz singillarsiz. Singilingizlar kimlar bo'lsa, sizdan bitta so'ramoqchiman. Sizni yaxshi ko'raman deng. Chunki bu so'z men juda yaxshi ko'raman. Bitta ayting. Albatta yaxshi ko'raman akam. Otam o'rnida otam, onam o'rnida onam. Umrlar uzoq bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Bugun ko'zlaridagi yosh quvonch yoshlari. Sizni mana shunday baxtingizni ko'rib quvonyaptilar. Ona
qalbingizdagi niyatlaringiz. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizlar. Tenjaningiz sog' bo'lsin. Sizlarni ham vaqtimizga hamma bolalarimizni baxtiga ko'p yillar yashab, osh bo'lib yursalar, hamma nevara-chevaralar to'ylarni kulib yuradi. Tenjaningiz sog' bo'lsin. Ilohim, Rahmat. umringiz uzoq bo'lsin. Xo'pti. Singlim, sizcha bugun sizga mana shunday shirin so'zlarni yetkazishimni so'ragan insonlar, Muhabbatxon onajonim, Adhamjon katta o'g'lingizlar, Akramjon, Ma'rifatxon, Muxtasarxon, ikki keliningiz, Nodiraxon, Robiyaxon, musofirdagi kuyovingiz bor Azamjon, boshqa kuyovlaringiz, nabirajonlar, hammalarini bugun mana shu yaxshi niyatlarni aytishlik uchun xonadonga kelgandim. Sizni o'zingiz olmaymiz. Bitta yaxshi ko'raman degan so'zingizni eshitmoqchimiz. Maylimi? Qarab turasiz. Dedi sizni yaxshi ko'raman, men kechiring. Hali rosa baxtli bo'lamiz. Hali kunlarni ham ko'rasiz. Hammasi o'tib ketadi. Men kechiring, ko'p xafa qildim. Bugun mana shu so'zni men dedamlarga aytmoqchiman degdilar-da. Jur'atlari yetmadi, lekin bari shu so'zni eshitdim. Quvondingizmi? Ha, endi ota Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? yo'q kutmagandim Kutmagandingiz. Forsni aytishga. Bunaqa narsaga qanaqa reaksiya bildirasiz? Shunaqa kutilmagan narsalarga. Sizga yoqadimi? Endi hammaga ham yoqadi-ku. Farzandingiz sizdan kechirim so'rab bir aybini aniq qilsa hammaga yoqadi. Hamma insonlarga. Bu hammasi bitta narsa. Tarbiyadan. Bu tarbiyadan. Amin. Siz uchun atalgan chiroyli sovg'a bor. Mana shu sovg'ani nabirajonlaringizni qo'l. Bering, boboga bering, boboga bering. Mana shu nabirajonlaringiz nomlaridan qabul qilasiz hamda mana shu go'zal chiroyli nabor ham shukrona kuningizga sizga farzandlaringiz nomlaridan sovg'a. Iloyim, Yashani. niyat qilingan Aha. 100 yoshingizda ochib o'qishlik. Bo'pti. Hozir aytdik, ajomas farishtalar amin desa, Xudo xohlasa 100 yoshingizda ham kelib, menga o'shanda maqtaning. Eslaysanmi o'shanda mana shunaqa deyuvding. Mana 100 yoshda qara kitobni yana ochyapman. Kitobimni ochib beray deng iloyim. Xo'p, Iloyim. otangizni kelsin rahmat. Bitta duo qiling. Quvonchlar ila qilingan duo ijobat deb eshitganmiz. Farzandlaringizni bitta duo qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Allohumma robbana fir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu robbana innaka rahim. Parvardigoro, jumla mo'min farzandlarini o'zing panohingda asragin. Ularga insof, tavfiq, rushd, hidoyat bergin. Qizlarimizga sharm hayo ato etgin. O'g'llarimizga insof bergin Parvar. Ular qatori men farzandlarim ham yerdan osmondan bo'ladigan bola qazolardan, yomon insonlardan, har xil bola qazolardan ularni o'zing asragin. Hammasi baxtimizga orqamizda qolsin. Bola chaqasini baxtiga tinch, sog' salomat, oilasi tinch bo'lishi hammamizga sizlarni ham umringizga rizqingizga Alloh baraka bersin. Ota-onaning umrini uzoq qilsin. Amin. Ota-onani hurmat qilinglar. Amin. Ota-ona rozi bo'lmagan ishda baraka bo'lmaydi. Doim ota-onani rozi qilib yuringlar sizlar ham, biz ham hammamiz ham Parvardigor. Allohu akbar. Ilohim, tenjanini Bugun sizda mehribon otani quvontirib, ozgina quvonchingizni sherik bo'lganligimdan xursandman. Rahmat. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling.